Assalomu alaykum shaxmat muxlislari. Shaxmat saltanatida navbatdagi video va bu video yana o'yin boshiga bag'ishlanadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, legal modini biz sizga namoyish etmoqchimiz. Bu mavzu bir necha bor yoritilgan-ku deyishingiz mumkin. Ha, shunday, lekin baribir ham mana shu mavzuga qo'l urishga qaror qildik. Chunki bu yuz bergan voqea hodisa albatta shaxmatdagi o'ziga xos va ko'p eslanadigan voqea edi. Ushbu partiya 1750-yilda ko'p ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra esa 1787-yilda Fransiya poytaxti Parij shahrida o'ynalgan partiyadan so'ng ushbu atama amalda qo'llanila boshlaganligi haqida ma'lumotlar bor. Asosiy ijrochi esa François Antoine de Legal yoki Legal de Kermur deb atalgan shaxmatchi. Yana ham yaqinroq tanishtiradigan bo'lsak, mazkur shaxmatchi siz bizga yaxshi tanish bo'lgan François Philidorning ustozi bo'lgan. Partiyada esa de Legal oq tonalarda o'ynagan va uning raqibi u qadar kuchli bo'lmagan Saint-Bri ismli shaxmatchi bo'lgan. Demak, partiya namoyishiga o'tamiz. Dastlabki yurish E2, E4, bunga javoban esa E7, E5 va keyingi yurishda albatta o'sha davrda dastlab filni o'yinga olib kirish, ya'ni hujumkor sipohni o'yinga olib kirish urfda edi va mana bu D6 yurishi, ya'ni keyinchalik bu himoya Philidor himoyasi deb nom olgan shaxmatda. Albatta ot o'yinga kirdi va go'yoki debyut prinsiplariga har ikki tomon ham amal qilishda davom etmoqdalar. Ot saltini ko'ryapmiz, hech qanday bir moneliklar yo'q. Har ikki tomon ham chiroyli va aniq yurishlarni amalga oshirmoqdalar, lekin mana bu yurish u qadar kuchli deb baholanmaydi. Ya'ni filni J4 katagiga hozir olib kelinishi mana shu legal modi tufayli hozirda u qadar kuchli yurish emas deb baholanishi mumkin. Lekin debyut nuqtai nazaridan sipohni o'yinga olib kirilishi, ayniqsa F3 katagidagi otni ochmasga olinganligi nuqtai nazaridan yurish go'yoki mantiqan to'g'ridek ko'rinmoqda. Lekin mana bunday yurishni de Legal amalga oshirgan. Ya'ni hozirda E5 katagida piyoda urib olinmoqda va eng kuchli sipoh farzin hujum ostida qoldirilmoqda. Albatta Saint-Bri, ya'ni de Legalning raqibi mana shu sipohni urib oldi, ya'ni farzini urib oldi. Bundan keyingi voqealardan agarda xabari bo'lganida albatta bu qurbonni qabul qilmagan bo'lar edi. Bunga biz birozdan so'ng qaytamiz va mana bunday chiroyli hujum amalga oshgan fil F7 katagi orqali ishni amalga oshirdi va shohning birgina chekinish katagi qolgan ekan. Bu esa E7 va endi albatta keyingi yurishni barcha shaxmat muxlislari topib ulgurgan bo'lsalar kerak. Ikkinchi ot D5 katagiga kelmoqda va 7-yurishda o'yin o'z yakuniga yetdi va mana shu vaziyat shaxmat adabiyotlarida legal modi degan nomni olgan. Biroz voqealarni ortga qaytaramiz va legal modi haqiqatdan ham ideal ravishda midi yoki bundan himoyalanishning imkoni yo'qmidi degan savol tug'iladi. Himoyalanishning imkoni bor edi va bu o'ziga xos bir xavf-xatarli yurish edi. Ya'ni mana shu vaziyatda oqlar bir sipoh boy berish xavfini bilganlari holda ushbu yurishni amalga oshirganlar. Ya'ni hozirgi vaziyatda agar qoralar mana bu E5 katagidagi otni urib olganlarida oqlar bir sipoh boy bergan holda o'yinni davom ettirishlari zarur bo'lar edi. Va biz sizlarga albatta mana shunday variantni amalga oshirishingizni tavsiya eta olmaymiz va yanada bir yurish ortga qaytadigan bo'lsak, mana bu vaziyat sizning amaliyotingizda uchrashi mumkin va shu vaziyatda raqibni tekshirib ko'rish uchun H3 yurishi odatda tavsiya etiladi. Ya'ni
hozirda filni qayerga ketishini bilib olish kerak. Albatta bu vaziyatda tajribali va bu legal moddadan xabardor bo'lgan qora spoqda o'yin olib borayotgan shaxmatchi yoki F3 katagida otni urib olishi yoki bo'lmasam filni aytaylik D7 katagiga olib ketishi legal modda yuz berishidan uni saqlaydi. Lekin mana bunday H5 katagi tanlansa, ana endi albatta mana bu ot E5 yurishi o'zini oqlaydi va hozir aytib o'tganimizdek endi fil hujum ostida va otni E5 katagida urib olinishi esa oxir oqibat mana bu variantga olib keladi, ko'rib turganingizdek. Va hozirda go'yoki oqlar hali ham bir spoq kamdek, lekin ularda mana bunday ikki oqlama zarba bor va aytaylik ma'lum darajadagi himoyalanishlardan so'ng oqlarda bir piyoda ustunligi bor, qolaversa ular rivojlanishi yaxshi va oxir oqibat oqlar g'alaba qozonishlari mumkin. Aziz muxlislar, biz bugun sizga legal modini taqdim etmoqchi edik va hozir mana shu yurishlarni yana bir bor namoyish etganimiz holda biz bugungi videoga yakun yasaymiz. Sizga esa sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.